Bir hoji dadamiz hali kuni aytadilarki, navaramni uylantirdim. To'y bo'ladigan kuni, kelin keladigan kuni navaramni to'yini buzilishligiga mashincha qoldi, deyapti. Kuyovnakar ketdi, bordi, kuyov o'zi qaytib keldi, kelin yo'q. Qani kelin desak, men u qizga uylanmayman, deyapti deydi. O'g'lim navaramni so'kyapti, hozir o'qilaman, boshingni chopaman, qo'lingni sindiraman. O'ldirsangiz o'ldiring, dada, men uylanmayman, deyapti. Men ham gapiryapman, "Voy bolamsan, endi biz ham bobo bo'lib o'g'illarimizga gapimiz o'tgan bilan navaralarga o'tmas ekan gap", deydi. Nimaga uylanmaysan desam, "Yo'q, uylanmayman bobo, nima qisas qilavering, men u qizni olmayman", deyapti. Nimaga? Kuyov bola kelin bilan to'ydan oldin kelishgan ekan. To'y kuni, meni uyimga boradigan kuning, haligi yana fata-mata, haligi ko'kragi ochiq, yengi ochiq, yelkasi ochiq kiyimni kiymaysan. Muslimalarga xos kiyinasan, hamma yog'ing bekir bo'ladi deb kelishgan ekan. Kelin rozi bo'lgan. Borsa, boyagi fatani kiyib, ko'kraklari ochiq, yelkasi ochiqdi. Shunda ko'ribdi, "Men senga uylanmayman", deb o'sha joydan qaytibdi. Hozir yoshlar kiyayapti-ku shuni. Nima qilasiz? "Kiymayman, olmayman" debdi. Nimaga? Yaqinda bir do'stimiz o'ylandi. Kuyovnakarga bordik. Kuyov kelinni olib chiqib keldi uydan. Boyagi yelkasi ochiq, ko'kragi ochiq ekan. Atrofimdagi kuyov jo'ralar, kuyovni do'stlari, "Voy, ana o kelinni badanini oppoqligini, voy, qaniydi bir quchoqlab, bir bag'rimga bossam edi, bir mazza qilardim-da" deb, qarang, do'stini xotiniga mana bundaqa xirs nazar bilan qarayapti deydi. Men o'sha narsani ko'rib turib, quloqim bilan eshitib turib, men qandoq qilib nikohimga olgan xotinimni o'sha do'stlarga o'sha bo'ri nazar shahvat parastlarga men ko'rsataman. Qandoq qilib men erkayman deb, "Hozir uylanmayman", deyapti deydi. Bor ekan-u, mana musulmon bor ekan-u, ha? G'ayratlik, rashqlik yigitlar, xudoga shukr, bor ekan-u. Mana Registonga boring birozdan keyin. O'sha joyda yelkasini ochib yurganlar, badanini ko'rsatib yurganlar, Imom Buxoriy hazratlariga boring. O'sha joyda yarim yalang'och yurganlar ham musulmonmikin? Shular ham oxiratdan umidi bormikin? O'sha uylanayotgan yigitlar ham erkakmikin? O'zini, juftini, o'zini jinsini rashq qilarmikin shular ham, yo ko'z-ko'z qilib yuradimi?